أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد biz aldınqı saatlik dersimizde birinci faslini tügütüp ikinci fasliga keldik. Yani kitabınki el-qismul evvel birinci kısım Kur'an hakkındaki mazmun. El-babul evvelninki birinci faslisi aldınqı qıtımlıq dərsdə Kur'an degan mazmun hakkında ötdi. Kur'an'ınki kelgüsümüz, ötmüşümüzdeki bizning mavjudligimizni saqlashdagi roli va kelgusimizdagi roli qatorliq mazmunlar bilan oxirlashgandi. Bugungi soatlik darsda hamda Qur'oni Karimninki ismlari haqida to'xtalamiz. Ya'ni bu muborak qo'limizdagi Allohning kitobi deb o'qiyotgan shu kitobimizninki ismi nima bu haqda. Biz hozir tilga elib kelayotgandagi Qur'on mushuning ismlaridan birisi va undan boshqa ismlarmi bor. Buni tuvanda darsda ko'rib o'tamiz savoqdoshlar. لهذا الكتاب الكريم أسماء ثلاثة مشهورة وهي القرآن والكتاب والفرقان وأشهرها الاسمان الأولان. Bu mübarek kitabınınki 3 meşhur ismi var. Bu yerda ba degan tercümenin qanday olib chiqadiganligini bilasizlar, necha deb bulduk buni. Vahiye u bo'lsa Qur'on, kitob, Furqon. Men bir gapni deb qo'yay savoqdoshlar. Qo'limizda hozir ikki muqovining o'ttirida biz o'qiydigan, qo'limizga olgan holatdagi holatining ismi mushaf. Ayrı bilinglar, nihoyatda inchki farqlantirish. Yani qo'limizga ikki qattiq muqovisi var mesela. Mayli qattiq bo'lsin, yumshoq bo'lsin, ikki muqova. O'ttirida qog'oz. O qog'ozning ustida qora siyoh. Mush shaklda ko'z oldimizda turgan holat. Agar hozir men qo'limga Qur'onni elib sizlarga ko'rsatsam, shu qo'limdagi holatining ismi mushaf. Mushaf deymiz onun ismini. Endi mushafning ichidagi mayli biz uni kitobga qarab o'qiylik, yod o'qiylik, og'zimizdan chiqayotgani. Masalan, alif lam mim zalikal kitab la rayba fi deb mening og'zimdan shu an chiqayotganning ismi, undan keyin Qur'on, undan keyin merdagi 3 ism qo'ya, kitob, Furqon degani unga qaratildi. Tabii, qo'limiz tutib turayotganni ham Qur'on deymiz, ham kitob deymiz, ham Furqon deymiz, ammo mushaf degan ismni og'zimizdan chiqayotgan ishlatilmaydi. Mushaf shu qog'ozga besilgan, kitob qilingan holatdagisining ismi mushaf va buni shundaqla Qur'on, kitob, Furqon degan bo'ldi va o'qilayotgan, og'zimizdan chiqayotgan holatimi ham Qur'on, ham kitob, ham Furqon. Bu bir nuqta. Yana birisi Qur'on degan so'z keladi. Shunda o'zim sizlarga men qisqacha bir davolay. Og'zimdan masalan men أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه 3 ayet okudum deyli. Muş 3 ayetning o'zini Qur'on degil oldu. Masalan. Ama onu mushaf degil oldu. Mushaf tuluq 114 sure, 30 para hammasi toplangan bir qog'oz, muqovliq masalan. Kitobning ismi nima bo'ladi? Mushaf bo'ladi. Bu bir farqlantirish kerak buni. وقد أورد أبو المعالي عزيز بن عبد الملك المعروف بشيزلة. Yani Şeyzele'de tunulgan Ebu'l Maali Aziz ibn Abdülmelik Hicriye 194 yılı vefat etgan kişi. Muşu kişi özünki El-Burhan fi Muşkilatil Kur'an degan kitabida keltirdi deb bo'lib, ikki siziqning o'tirg'a qistirma shaklda Suyuti buni naql qildi. 55 ismni keltirgan edi Qur'onni Karim. Bu ismlarning hammasi Qur'onning ichidan shu Qur'onga ishorat qilinib, qo'llanilgan mazmunlardan suzib olinadi. U yerdan bu yerdan topmaydi va balagha ba'duhum hatta ularning ba'zisi mubolag'a qilib, chekidan oshirib bu ismlarning sonini 90 nechaga yetkazdi. Bu yerda 55 ism 90 necha ism degan vaqtida keyniga 2 va 3 deb ihola nomer qo'yaqliq.
Yani aslında izahat şekilde. Aslında izahat qarab bakın hazır. Mesela 55 isim degan yerda Suyutininki El-İtqan fi Ulumul Qur'an degan kitobininki birinchi tom 50 betga ishorat qilibdi. Zarkashininki El-Burhan degan kitobining birinchi tom 273 betga ishorat qilibdi. Ondan keyin 90-nechinchi, ya'ni 90-nechi ism degan yerda yana shu Burhanga Manahil Irfon ishorat qilibdi. Demakchiki, agar siz shu 55 ismlarning qaysi ekanligini bilmoqchi bo'lsangiz, 90 isimning qaysi ekanligini o'qimoqchi bo'lsangiz, shu mazmunlarga murojaat qiling. Men buni bu yerdan oldim degandek bir ma'no. Ya'ni men buni deb qo'shimdan buni bilsa tabii. Menda agar sizlar mush sohada cho'nqirilmoqchi bo'lsanglar, şu noktalarni bir ko'zdan kechirishinglar kerak. Masalan, men necha kun oldida shu 55 ismni bir qur qanday chiqqan, ko'rib chiqqan. Shuni demoqchi sizlarga. وعندما ينظر المرء في هذه الأسماء الكثيرة التي ذكروها bunu tilga olgan zakaruha allati zakaruha bunu tilga olgan mushu ko'p ismlarga fi hadhihi al-asma al-kathira kishi qaragan vaqtida al-mar kishi bo'ladi. Indama yanzur kishi qaragan vaqtida yatabayyan lahu shunga nayt oydinlashdi-ki, uch qiladi-ki, anna mu'azzamuha bu isimlarninki ko'pinchisini madamlar ism deb olgan gapning ko'pinchisi aslida avsof sifat. Masalan, Qur'oni Karimni bir yerda kitobi mubin deb sifatlaydi, bir yerda karim deb sifatlaydi, bir yerda muborak deb sifatlaydi. Shunga o'xshash sifat demakchi. Ammo biz bu kitobimizda hozir so'zlayotgan mazmunlarimizda bularning hammani tilga olmaymiz, so'zlab olmaymiz, faqat وسنقتصر على ذكر الأسماء الثلاثة. Yani fakat 3 isimni tilga elish qilib to'xtaymiz degan. Shuni bo'ldi qilamiz. Yaqtasiru bo'ldi qilgan ma'noda. Allati awratnaha anifan biz bayatın keltirgan 3 isim. Ve nahussuha bil bahsi ve bizning bahsimizni shuningga xos qilamiz deyapti. Birinchisi bu isimninki Al-Qur'an. Biz Qur'onninki so'z kelib chiqishi asli nadan yasalgan, tag manbasi nima, so'z lug'at ma'nosi nima degandek mazmunlarga to'xtalamiz. Muhim mazmunlar kallanglarda ixcham bir shaklda to'xtatib olsanglar, Qur'onga nisbatan bir tushunch kallangda qolib qoladi. Oldi bilan men sizlarga kitobdagi mazmunlarni tarjima qilishni ilgari bir gapni. Avval Qur'onni sizlar ikki xilga ayirib olasizlar. Birinchisi o'qilish jihatda Al-Qur'an hamza bilan o'qiysizlar. Al-Qur'an. Ikkinchisi Al-Qur'an mashakilda o'qiysizlar. Shu abtur akaplikanda ikkiga bo'lib nima deydi? Va yuntaq bi hadhihi al-kalima ala wajhayn. Bu so'z ikki xil o'qiladi. Birisi mahmuza va g'ayri mahmuza. Mahmuza o'g'ini Al-Qur'an şekilde. Gayri mahmuza o'g'ini Al-Qur'an şekilde. Ama biz ikkiga ayırib olgandan keyin mushu ikki talaffuzda turib ama bunun ma'nosini bahs qilamiz. So'zning asli kelib chiqish nuqtasida to'g'risida izlanamiz. Birinchidan nadan kelayli Al-Qur'an haqida kelayli. Mahmuza o'qilishi haqida. Bu Fa'lan ölçümündeki mastar g'ufronga o'xshash, rujuhonga o'xshash, shukronga o'xshash. Endi ma mastarining fa'lanni mastar degandan keyin bu mastarninki fe'lisi qara'a bo'ladi. Endi qara'adan bilasizlar, Qur'onlam chiqmaydi mastar. Biz normal sarf o'rgangan vaqtimizda buni bir necha xil mastar chiqaramiz. Masalan, hunaka masqadir ukhra Qur'on, g'ayri Qur'on, Qur'ondan boshqami nurg'un nimalar va mastarlar chiqadi qara'adan. Masalan, qara'a yaqra'u qira'atan mastar, qara'a yaqra'u qar'an mastar, qara'a yaqra'u Qur'anan mastar. Qaysi so'z bo'laveradi? Shu 3 mastarlarning ichidan birisi. Va hadhihi al-masqadir al-thalatha bima'na wahid. Bu 3 mastarlarning hammasi bima'na wahid, bir ma'nodan kelgan bu yerda. Endi Ve kelimeti Kur'an ma'nayan. Kur'an degan so'zning ikki xil ma'nosi bor. Mush nuqtadan. Yani Qur'onni avval biz qara'adan chiqqan mastar degan nuqtada ikki xil ma'nosi bor. Birisi
Masdari ma'nosi. Masdari ma'nosi degan gap qara'adan chiqqan ma'nosi degan gap ya'ni. Bi ma'na al-qiro'a. Yuqori degandagi vaqtda o'qish ma'nosi keladi. O'qish ma'nosi. وقد جاء استعمال القرآن بهذا المعنى المصري في القرآن الكريم. عند القرآن degan so'zningki mushu masdariy ma'ni bilan qo'llanishi Qur'onning o'zida kelgan. Shu Alloh subhanahu va taoloninki inna alayna jam'ahu va qur'anahu. Fa iza qara'nahu fattabi' qur'anahu. Bizning ustimizga Qur'onni qana qilish, to'plash, o'qib berish bizning ustimizga. Biz o'qib bersak, sen Jibrayilning o'qig'inga ergashmishadi. Inna alayna jam'ahu va qur'anahu degi Qur'anahu o'qish ma'nosida. Fattabi' qur'anahu degi Qur'anahu ham nim ma'nosida, o'qish ma'nosida. Bu bir xil ta'bir. Ikkinchi xil ta'bir yomon ason qutulish yo'li. Ya o qara'adan chiqqan so'z emas, qara'adan chiqqan so'z emas, balki alam shaxsiy. Ala zalikal kitabul karim. Aşı kitapqa xassım. Shaxsiy, alam shaxsiy degan nima o savoqdaşlar? Hamma bilasizlar, har narsaning bir ismi bo'ladi. Ahmad, Samad, Mehmet, Ahmad, Abdullah, Meyrem, Patigul deganday bir ism bo'ladi. İsimning ma'nosi yo'q bilasizlar. İstanbul bir şehirning ismi ya. Bir şehir, dünyada birla bir şehir var. Qashqa bir şehir, Xotan bir şehir, Aqsu bir şehir, Atish bir şehir, undan başqa ikinci bir şehir olmaydı ya. Dünyada birla bir şehir. Şunu biz xassım deymiz. Bir isim ma'lum bir narsaga qo'yilgan bo'lsa ism bo'ladi. Shuna xassım buning ismi ma'nosi olmaydi. Xususan bu ismni shu narsaga ishlatgan vaqtimizda uning ma'nosini asla o'ylamaymiz endi. Yani Qur'on Allah Peygamber Aleyhisselam'a tushirgan kitobning xasmi ma'nosi yo'q deyotdi, ma'noqtidan. Hada huwa al-isti'mal al-ghalib. Mana bu g'olib isti'mal. Bundan inna hadal Qur'ani yahdi lillati hiya aqwam degan shaklda Qur'oni Karimda mana shaklda qo'llanilgan deyotdi. Endi mushu xas ism qiroatdan chiqarilgan, shu vaqtda yana masdar qara'adan chiqarilgan ism maf'ul bo'ladi. Qur'on maqru' ma'nosida. Endi müşahede biz ana qo'yib qo'ygandan keyin ma'noga kelaylik. Biz o'qishlar bilan o'tib ketsak, bu oddiy bo'lib qoladi saboqdoshlar. O'qish, qira'atni chiqdi ya, o'qimoq deb qo'yib qo'ysak ham oddiy bo'lib qoladi. Odatda sarf qoidalarida masdarlar ba'zi vaqtda masdar shu mak qilish, etish, etmek degan ma'noda bo'lsa, ba'zi vaqtda ism fa'il bo'ladi, ba'zi vaqtda ism maf'ul bo'ladi. Bo'libmi masdarlarninki ko'p hollarda ism maf'ul bo'ladigan yerlari bak ko'p. Masdar mimi deb anlagan bo'lishi mumkin. Bu bo'lib sarf bo'lgan o'quvchilarga nisbatan bakalaqa yot emas bu gaplar. Ya'ni Qur'onni biz maqru' ma'nosi desak, o'qilg'uchi deb tarjima qildi ya. Bunu bir tarafda tuttusun. Biz texmi ichkirilab kirib, qara'aningki asli so'z ma'nosidagi, lug'atdagi ma'nosi nima degan yakilayli. Aqtiram do'qonda bo'lsa kelayli. Bizlar buni bunda aqtirishda men sizlarga bir gapimday, sizlar bundakin bir bahsi olib qolsangiz, masalan bir narsaning lug'at ma'nosini aqtimoqchi bo'lsangiz, cho'qim mushu arab til sohasidagi muhtamat 4-5 lug'at bor. Muhtamat lug'at ma isonda bo'lsin. Birisi Qamusul Muhit. Feruz Abadiyninki. Yana birisi kimninki Lisanul Arab. Yana birisi As-Sahah masalan. Yana birisi Maqayisul Lugha. Mushunga o'xshagan bir necha xil lug'at bor. Bu 5, 6, 7, 8 atrofida lug'at bor, ammo buningdan bir nechasi mu'tamatamda asoslansak bo'ladi. Shu lug'atlarga asoslanib turib so'zningki asli tilda paydo bo'lgan vaqtdagi ma'nosi va bu ma'nodan bugun qo'llangan ma'niga yetkilish jarayonidagi qo'llanilgan ma'nolar bor. Ba'zi so'zlar asli ma'nosidan biroqlam yetkiladi, ba'zi so'zlar bir ikki qatim alınıp yetkiladi. Ammo bir nuqtani inchga bayqay olsangiz, siz tilni bilgan bo'lsizlar. Yana nima desanglar, aslidagi ma'no bilan bugun qo'llanilayotgan ma'no o'rtasidagi bir bog'lanti bor. Bir munosabat bor, balog'iy munosabat. Balog'atning vazifasi shu asosli ko'pincha vaqtda mushu bo'ladi. Mushuni bog'lash kerak. Endi bu yerda qara'a degan so'z biz Qur'onning qara'adan chiqqan masdarlikini ancha-muncha so'zlab o'tdik. Masdarlar ism fa'il ma'nosida, ism maf'ul ma'nosida bo'ldi. Tamam, o'tibdi son. Yani o'quvchi, o'qilg'uvchi degandek ma'no chiqdi ya yerdan. Tuptusun.
Aslidagi ma'noga boraylik. Aslidagi ma'nosi nima desa, lug'atda kitob uzoq uchib ketgan o'xshaydi. Sizlardan balkim uchib ketgan shaklda ko'rindi. Jama'i ma'nosi bor. Asli Qur'onniki. Jama'i ya'ni bir narsani bunda tizg'an. Masalan, chechilib ketgan bir narsa bo'lsa, mening atrofimda akilib, qashig'imni to'plab, mana qashig'imni to'plab, mana qashig'imni to'plab, bir yerga to'plab tizib ratlasam nima bo'ladi? Jama'a bo'ladi. Ya'ni buning ismi qara'a. Mesela şu ma'nodan va minhu degani shu ma'nodan qara'al ma'a fil havdi. Bunda ishiltidi. Suni ko'lga qana qildi, to'pladi edi jama'ahu. Ya'ni suni to'plasa. Ya'ni shuningdan bir munda so'zim bor. Qara'tun naqata. Qara'tun naqa masalan tuguni qana qildim, to'pladim degandek bir ma'noda. Demak, bu yerda bir to'plash ma'nosi bor, ratlash ma'nosi bor. Ama qara'aninki o'qish deb bugunlik ham hozirga qadar biz aqlimiz kelib, arabcha kitobni ko'rib, oldimizga kitob kelgandan tortib, bizga ustozimiz qara'a deb kelsa, o'qudi deb o'rgatdi. Iqra bismi robbikallazi xalaq. O'qig'in deb qanaqa qilib o'rganuglik biz. Ana lug'at ma'nosi nima ekan bu? To'plash, bir yerga yig'ish ma'nosi bor ekan. Ama qara'ani biz o'qidi deb o'rgangan. Bu yig'ish bilan o'qishning nima ma'nosi bor? Mushuni bog'lash eng muhim nuqta. Qanday bog'lamiz savoqdoshlar? Abtur buni bizga ko'rsatib beradi, qaranglar. وإذا أردنا معرفة العلاقة بين المعنى الأصلي والمعنى العلمي biz asldagi ma'no bilan ilmiy ma'no degan biz qo'llayotgan ma'no, mush ma'noning o'tirdagi aloqani bilmoqchi bo'lsak, intayin muhim nuqta. Fa inna Qur'on masdar bo'ladi. Yumkin an takuna masdaran, masdar bo'lishi mumkin. Bu masdar ustu'milat bi ma'na ism al-maf'ul. Ya ism maf'ul ma'nosida ishlatilgan. Ism maf'ul ma'nosida ishlatilgan bo'lsa, majmu' bo'ladi. Yoki masdar bo'lib ism fa'il ma'nosida ishlatilgan jami' bo'ladi. Tamam. Ism maf'ul ma'nosida qo'llangan bo'lsa buni majmu' deb tushunamiz. Ism fa'il ma'nosida bo'lsa buni jami' deb tushunamiz. Tamam, bu yerga olib turib darhol akabdi bizni. Ammo biz bu yerga kelishning oldida, ya'ni bir qadam oldidagini o'ylanib boqaylik. Biz bayatdan qara'a degan so'zni biz hozir qo'llanayotgan ma'no o'qidi deb tushundik. Aslidagi ma'no to'pladi, bir yerga yig'di deb tushundik. Ne aloqasi bor desa, mana tushunsanlar bo'ladi, qaranglar. O'qigan odam qanday o'qiydi? Mesela ben o'qib boqay, nima o'qisam bo'ladi? Hozir oldimda kitobni o'qiyapman, o'qib tarjima qilyapman. O'qigan odam bir harfni bir harfga qo'shadi, bir harfni bir harfga qo'shadi, bir harfni bir harf. Ondan keyin bir so'zni bir so'zga qo'shadi, bir jumlani bir jumlaga qo'shadi, to'playdi. Mushu ma'nodan bog'lanib turib, o'qish degan ma'no chiqadi. Tamam. Bu maslahat bo'lgan bo'lsa, ondan keyin Qur'onningki ism maf'ul ma'nosidagi masdar yoki ism fa'il ma'nosidagi masdar degan nuqtaga kelsak, an tarjima chiqadi. Ya'ni majmu' desak, Qur'on bir to'plangan kitob, yig'ilgan kitob. Bu ma'noda yoki jami' Qur'on o'zi to'plag'uchi, ma'nolarni o'z ichiga olg'uchi kitob degan ma'noda deb biroz tushunishimiz mumkin buni. Abtur bu yerda tushuntirishib nima deydi? Amma kawnuhu majmu'an. Qur'onning majmu' bo'lishi, majmu' degan gap to'plangan. Qur'on ma'lum narsaning to'plami degan gapda bunda atilishi chunki Qur'on sura va oyatlarning to'plami. Bu bir ma'no. Yoki büyük ma'nolarning, katta haqiqatlarning, insoniyatning barliq masalalarininki puxta yishim choralarining va turlik yaxshilik adolatning to'plami. Mana tushunsak bo'ladi. Yoki chunki hafaza malaikalar, hafaza degan gap saqlovchi malaikalar Qur'oni Karimni saqlaydi. Demak, Qur'on bir yerda to'planib turadi, chechib ketmaydi degan ma'noda. Ya'ni majmu' ma'nosida olsak, uch xil tushunsak bo'ldi ekan. Majmu'us suvar val oyat kalongli bo'lsin, bu bir. İkincisi mecmu'ul ma'ani samiye vel haqaiqil azime vel hululul müşkile ve sunuful hayr vel adale. Bu ikinci xil ma'no. Üçüncü xil ma'nosi el hafaza, saqlovchi malaikalar saqlaydi, chechib ketishdan bir yerda yig'ib turib, unda olgandan keyin fa huwa majmu', to'planib turib deb mana tushunsanlar bo'ladi ekan. Qur'on bir yerda to'planib turadi, chechib ketmaydi degan ma'noda. Ya'ni majmu' ma'nosida olsak, uch xil tushunsak bo'ldi ekan. Majmu'ul ma'ani samiye vel haqaiqil azime vel hululul müşkile ve sunuful hayr vel adale. Bu ikinci xil ma'no. Üçüncü xil ma'nosi el hafaza, saqlovchi malaikalar saqlaydi, chechib ketishdan bir yerda yig'ib turib, unda olgandan keyin fa huwa majmu', to'planib turib deb mana tushunsanlar bo'ladi ekan.
Ondan başqamdı. Yani qıstirib qo'yapti. Qur'onni bayatını biz alaqi o'qidi degan ma'nosi bor, to'plandidan boshqa. Agar asli lug'at ma'nosini olmay, jamoa, majmu' ma'nosini olmay, qara'a ma'nosida olsak, ya'ni o'qidi degan ma'noda olsak, Qur'onni ism maf'ul qilsak, vaqtda maqru, ya'ni matlu. Yani hakaza mashta bo'ladi. Fa innal masdar tilova ma'nosida bo'lgan vaqtda ism maf'ul qo'llanilgan bo'ldi. Ya'ni u vaqtda matlu o'qilgan degan ma'no olsak bo'ladi. Tamam. O'tdik bu yerdan. Ammo Qur'onninki jami' olishi, jami' ma'nosini ba'zida ya, agar ism fa'il ma'nosi bo'lib qolsa, jami' to'plag'uchi o'ziga olgan ma'no, chunki u sura va oyatlarninki to'plag'uchi o'ziga oluvchisi yoki buyuk ma'nolarni o'ziga oluvchi yoki puxta hikmatlarni, turli yaxshiliklarni o'ziga oluvchi bunday ma'nosi ham bor. Yani demek bir xuloslasak, Qur'on al-jam' va dhamm ma'nosi olgan vaqtda ya ism maf'ulga qo'llanilgan bo'ldi. Qur'onning ma'nosi ya majmu' ma'nosi bo'ladi. Aw ala ismil fa'il yoki ism fa'ilga qo'llanilgan bo'lib jami' oladi. Imom Bag'aviy deyotdi, ma tirnoqning ichidagi Bag'aviyning so'zi va summiyal kitabu Qur'anan. Biz hozir o'qiyotgan shu Qur'onni Qur'on deb atilishi, chunki boshqa nuqtadan olibdi. Chunki Qur'onda emir, nehi, va'd, va'id, qisas bular toplandı. Normalda lug'at ma'nosini tushuntirib bu odam va kulli shay jama'atahu. Siz bir narsani to'plasangiz, bir narsani to'plagan bo'lsangiz, arabchada qara'tahu qilgan bo'lasiz. Bir odam bir narsani yiqqan bo'lsa, qara'a qilgan bo'ladi. Deb buningga dalil sifatida va minhu mushu ma'nodan Allah subhanahu wa ta'alanınki inna alayna jam'ahu va Qur'anahu deki Qur'anahu degan so'z jam'ahu bilan bir ma'noda. Yani Qur'onni to'plab yig'ib saqlash bizning ustimizga dedi Allah subhanahu wa ta'ala deb ma shaklda tushundirdi. Gapi tugumida taxi ba'zi vaqtda Qur'ondagi hamza tashlanib, hamzasiz o'qilib, qara'tu emas qaraytu ma shaklda o'qiladi. Qaraytul ma fil havd deb, ya'ni suni bir ko'pligi to'plasa shuna ishlatiladi deb ma shaklda bizga biroz izohat berdi. Ya'ni Imom Bag'aviyninki degan gapimi yuqorida degan gaplarninki bir nimasi kuchlantiruvchisi. Ya'ni savoqdoshlar, gap ini qo'yib ketsin. Biz Qur'onni avval ikkiga bo'lib olgan. Birisi Qur'on, yana birisi Qur'on. Shunami? Qur'on degan vaqtimizda buningga qancha xil ta'bir berdik qo'ya? Ya qara'a yaqra'udan chiqqan Qur'on bo'ladi, masdar bo'ladi, yoki alam shaxsiy bo'ladi. Alam shaxsiy degan gap u bir narsadan chiqmagan, Ahmad, Mahmad, Samad degandek ism, xassim. Xassim degandan keyin bir narsadan chiqarmaymiz, ma'nosini o'ylamaymiz yerda. Agar buni biz masdar ma'nosida desak, masdar ikki xil ma'noda keladi. Ya jami' ma'noda yoki nim ma'noda, majmu' ma'nosida. Chunki qara'aning asl lug'at ma'nosi jamaa bo'ladi, ism fa'il ma'nosida desak jami' bo'ladi, ism maf'ul ma'nosida majmu'da bunga ancha-muncha dalillarni qana qildik, keltirdik, o'tdik qo'yadi. Ana ikkinchi mazmun Qur'on o'qilishi. Qur'onninki o'qilishining ve hunaka thalatha takhrijat li hazihi al-kalima. Ammo Qur'on degan so'zning 3 xil shishimi bor. Tahrija degan gap shishim degan gap yani. Nimbulab Qur'on o'qigan ma'ni tushuntiradigan 3 xil tushuncha bor. Buning birisi Qur'ondan yengillashtirilgan bo'ladi. Bu vaqtida fayarji'ul qawldagi fa. Bu vaqtida bu haqdagi gaplarning hammasi zikri yuqorida o'tgan gap so'zlarga berib qaytadigini ibodatni degan gaplarning hammasi shu vaqtda tahtiga kiradi. O'xshash. Chunki Qur'ondan yengillashtirildi deb tushungandan keyin shu Qur'on haqida degan gaplarning hammasi Qur'on to'g'riliqmi deyiladi, gap tugaydi u vaqtda. Qo'laylam. Maqsadni tushunyapsizlar, ha? Ikkinchisi yo'q. Bu hech narsadan elingan emas. Ibodatning alami shaxsiy degan gap shu. Mushu gapni deguvchilarning qatorida Imom Shafiy rahimahullohmi bor. Allazi bu Imom Shafiy kana yara munda qaraytdiki, bu Qur'on Allah subhanahu va Payg'ambar Muhammad ibn Abdullah sallallohu alayhi vasallam tushirilgan kalamga xos ism. Va annaha laysat ma'khuzatan min shay. U bir narsadan elingan emas deb munda qaraydi. Va yara va shunda qaraydi-ki,
Bu kelime, Kur'an degan kelime alamlikida fi alamiyatiha degan gap xassımlaqida Tevrat İncilga o'xshash. Tevrat İncil deb kep qasa aldımızga, oy Tevrat nimeden çıqqan? Tarih turudunmu ya? İncil nimeden çıqqan? Neceledinmi deb ultmaymiz endi. Tevrat degan Allah Musa aleyhissalomga tushirgan kitobning ismi. İncil İsa aleyhissalomga tushirgan kitobning ismi. Bas tugaydi ya. İmam Şafii'ning demek çoğunu yoki İmam Şafii'ninki qarg'an ko'z qarashi nima desanglar, Qur'on xassim Allah Peygamber Aleyhisselam'a tushirgan, biz ümmeti Muhammediye'ye tushirgan kitobning ismi Qur'on. Onunki andaq yoki mundaq ta'biri yo'q. İsmi yo'q. Manda tushunadi. Manda tushunsak asallam qutulimiz endi. Biz dahi saboqdoshlar bir narsani esga qolsizlar. Qur'on deb o'qigan vaqtdagi tushunchalarni yangi tushuncham bor. Qur'on haqida 3 tushuncha bor. Birincisi Qur'ondan yangilatilgan bayatdan degan gaplarning hammasi shung tahtiga keladi. İkincisi xuddi Qur'onga degandek buni alam shaxsiy deymiz, gap tugaydi. Chunki uning ikinci bir ta'biri bo'lmaydi. Üçüncüsü nimda qarab boqaylik qani. Mesela İmam Beyhaqi, Xatibul Baghdadi, Abbadi, İbn Jazari, Suyuti qatorliq mushlarning hammasi shunda rivoyat qilganki, Anna-Shafi'i, Shafi'i rahimahullah, İsmail ibn Abdullah ibn Qustantinga o'qib berib mana deydi. Al-Qur'on, Qur'on isim, bu mahmuz emas, yani Qur'on emas, Qur'on. Eğer onu sen qira'atdan alsan, veya o'qiysa, agar ilinsa, qira'atdan ilinsa, qira'atdan olgandan keyin bayatni ismi qilmani desek, o'qilg'uchi, tilovat qiluvchi degan ma'no bo'ldi ya. Unda desek, lakana kullu ma yuqra Qur'onan. O'qiladigan har narsa Qur'on bo'lish to'g'ri keladi. Şunlaşqa bu anda qira'atni ilinmagan, onda emas, emas, bu emas, balki o isim Tevratga o'xshash. İmam Şafii rahimahullah'ninki bu haqdagi gapi. Bu bir fikir. Üçüncü fikir hamdi, diqqat. Üçüncü fikir, qaysi üçüncü fikir? Qur'on emas, Qur'on haqida ketyapmiz. Qur'on qarinadan chiqarilgan deydi. Annaha mushtaqqa min qarina. Nima bu qarina degan? Acayip bir güzel noktaya çıktık. Qarina bir narsaga bir narsa qana qilgan juplashgan ma'noda. Yani iyi bayatimiz qara'adan chiqqan vaqtda asli ma'nosi nima dedik? Jamaa, dhamma dedik ya. Aynı ma'no kelib qoldi yani. Qarina mu lug'at naqtasangla, normalde bizning qo'llanishimizdami bir narsaning bir narsaga to'planishi, juplanishi. Qara'adan chiqsa-mu to'plandi, juplandi degan ma'no. Qarinadan chiqsa-mu to'plandi, juplandi degan ma'no. İkki nuqtada aylanib bir kelib qoldi ma'no jihatda. Va zakaru bula lug'at ma'nosi bilan ilmiy ma'noning o'tirgan aloqa haqida, ya'ni bu qarinadan chiqarilgan, annaha ishtaqqat min qarina, u qarinadan chiqarilgan. Nimishqa sura oyatlarning va harflarning o'zaro bir-biriga juplashganligi uchun mana shaklda illat ko'rsatgan bu fikrni degichlarning ichidan Imom Abul Hasan al-Ash'ari ba. İmam Ferra bu ikki ma'no o'rtasidagi aloqa haqida deydi. Qur'on degan so'z qarinadan chiqarilgan. Qarinaning yana bir ma'nosi birisi-birisini yuylab, birisi-birisiga paktol degan ma'nosi bor. Chunki oyatlar o'zaro birisi-birisiga nima qaroin, dalil, paket, uning ba'zi-ba'zini tasdiqlaydi, ba'zi-ba'ziga o'xshaydi. Mana shaklda bir izoh bergan. Qani, avtorning bir muloyisini anglab boqaylik. Diqqat. Qur'on degandagi nun yuqoridagi mazmunlar tugidi oyoqlashdi. Oxiridagi hech kim muloyiz va Qur'ondagi nun hamsiz kelgan vaqtda nun asli bo'ladi. Chunki hamsiz bo'lgan vaqtida biz buni nimadan chiqtirdik? Qarinadan chiqtirdik, aslida bor. Mayli o bir narsadan chiqarilmagan alam bo'lsin yoki qarinadan chiqsin, asli bo'ladi. Ammo Qur'on degan vaqtimizda hamzilik o'qigan vaqtimizda nun ortiq bo'ladi. Bu nuqta uchun chunki u aslida qara'a. Qara'ada nun yo'q, qarinada nun bor. Ma nuqta qo'llanildi bo'lsin. Bu birinchi mulohiza deb qo'shib tegishlikka. Ikkinchi mulohiza Qur'on degan so'z mayli Qur'on olsun yoki Qur'on olsun, Qur'onning hammaga ishlatiladi. Ba'zigami bu qanday gap endi? Men hozir bir oyat o'qiyotsam, birisi nima ish qilyapsiz deb uchur qilsa men nima deyman? Qur'on o'qiyapman deyman.
Mening o'qiyotganim ya 2 oyatdi, ya 3 oyatdi, ya 5 oyatdi. Demek bir oyatnimi Qur'on degil oldu. 114 surining hammasini Qur'on degil oldu. Mesela mescitlerge bazı Qur'on yazıp qaptı deymiz go, tamlarga ayet yazıp qo'ysa. Aşılımı Qur'on deymiz. Bir bütün 114 sure to'liq Qur'onnimi Qur'on, bir 2 oyatnimi Qur'on degil oldu. Şoňa diýildi fayuqal. Mushafning hammini o'qigan odamgami innahu qara'a Qur'anan. O Qur'on o'qib o'tibdi degil oldu. Va yuqal va degil oldu ki Qur'ondan yoki bir necha oyat o'qigan odamgami innahu qara'a Qur'anan degil oldu. Bu nuqta kallangda nim bo'lsin, iniq bo'lsin. Ishki mulohizni Abdurrahimahulloh qisirib qo'ydi. Bu bizningki Al-Qur'an degan kalima haqida biladigan tushunchamiz. Qur'oni Karimning cho'ng 3 ismi bor dedik. 3 ismi haqida so'zlaymiz dedik. 3 ismdan birinchisining gapi tugudi. Yani o'quvchilar mening kallamdagi mushaqqatdan yig'ilgan bir mazmun bor. Shu mazmunni sizlarga bir qisqacha xulosalab bersam, Qur'on degan so'zningki, Qur'oni Karimning bir ismi bu asosiy ismlaridan birisi. Asosiy ma'nosi nega kirib to'xtaydi ekan savoqdoshlar? Nega kirib to'xtaydi ekan? Yani toplash, toplanish, mecmu yoki nima jami shu ma'no qallanildi bo'lsin. Qur'on degan so'zningki asosliq mazmuni to'plag'uchi, o'z ichiga olg'uchi, ism fa'il ma'nosida bo'lib qolsa, yoki to'plang'uchi, yig'ilg'uchi degan ma'no oldi ekan. Mushu nuqta saboqdoshlar alohida eskartib qo'yay, qallanildi bo'lsin. Qur'onning ma'nosi nima, lug'at ma'nosi deb qolsa, mushu gapni tutinglar. Chunki bu men hozir eskartishimning sababi sel turib bunun nima uchun eskartilganligi aydınlaşıdı inşallah. İkinci isim El-Kitab. Bu Kur'an-ı Kerim'nin yeni bir ismi ve huve ismun ahar lil-Kur'an. Varada fi adedin minel ayetil kerime. Nurgun ayetlerde kegen mesela elhamdülillahillezî enzele ala abdihil kitabe. Medeki kitabe Kur'an'ı körüstüdü. Zalikel kitabu la raybe fihi hudel muttaqin. Bu yerdeki kitap mı Kur'an'ı körüstüdü. Tilke ayatul kitaptiki kitap mı Kur'an'ı körüstüdü. Demek Kur'an'ın üzerinde nurgunurlarda Kur'an'a kitap sözüyle körüstü işaret kılınan. Yani kitap Kur'an'ın yeni bir ismi. Hem de biz bayattan şaşla. Qur'onninki chiqarilish asli manbasi nereden kelib chiqqan ma'nosini ma'noqli to'xtalayli. Ham nayt oddiy bu, hammanglar bilasizlar buni. Al-Kitab degan so'z kataba yaktubudan chiqqan masdar. Ya'ni kataba yaktubu katban, kitabatan, kitaban masha masdarlar chiqadi. Ammo kitob degan ma masdar va hadal masdar al-akhlaf al-qiyas degan qoidaning ta'tirisi bo'yicha, qoidaning aksi bo'yicha chiqarilgan. Asli ölçemlik masdar vel masdarul maqis degan gap ölçemlik masdar el-katbu kataba yaktubu el-katbu chiqish kerak. Buna degan undan boshqa kitob ism masdar libosga o'xshash deganlar. Ism masdar degan gap masdarlikdan o'zgarib, masdarlik hukumidan ismlik hukumiga o'tkalgan xuddi libos labisa kiydi. Libos nima? Kiymakmi yo kiyimmi? Kiyimg'u labisa kiydi, lekin libos masdari masdarlik kiymek degan ma'nodan kiyim degan ma'noga qanaqa qilingan o'zgartirilgan ya. Shunga o'xshash kataba yozdi. Endi kitobga kelgan vaqtda buning anda yozish, yozmoq degan ma'nodan o'zgarib, kitobning ismi bo'lib o'zgardi degan ma shaklda nimalar bor, tushunchalar bor. Undan keyin kitob degan so'z Qur'onga xossim bo'lgan deb menda tushuncham bor. Endi tamam o'tib tursin, bizning muhim bo'lgan nuqta bu. Kitob Qur'onning ismi ekan. El-Kitab Qur'onning ismi ekan savoqdoshlar. Lug'at ma'nosi nima? Hozirgi Qur'onga ism bo'lgan vaqtdagi ma'nosi nima? Mana o'tirni bog'lash muhim. Biz bayatdan Qur'onning ismi dedik. Lug'at ma'nosi bilan hozir qo'llanayotgan ma'noning o'tirdagi aloqani bog'ladik ya, mishan bir nayt inchki bir narsa chiqadi. Va iza aradna agar biz shu kitobningki lug'at ma'ruf bo'lgan lug'at ma'nosi bilan ilmi, yani alami ma'nosidan. Biz bayatni al-ma'nal ilmi debdik. Bayatdan qiyaqilda al-ma'nal alami ekan juma. Yani ism ma'nosi degan gapga ilmi degan gap emas ekan. Ma'nalarga
işletilayotgan, qo'llanayotgan ilmiy ma'no deb tushuntiribdimi? Xatolashibdimiz bu yerda. Alamiy ekan. Alamiy yani ism ma'nosining o'tirisidagi aloqani bog'lamoqchi bo'lsak, mana bo'ladi. Kanat hadihil kalima. Bu so'z mastar bo'lib, katabadan chiqqan mastar. Ism maf'ul ma'nosida qo'llanilgan bo'ladi. Maktub. Maktub. Balkim sizlardan so'rasa maktubning ma'nosi nima desam, darhol sizlar yozilgan deblam deyish mumkin. Biz texnik fikrlab kiramiz ichiga. Biz bayatın o'qilgan degan gapga qanoat qilmadik-ku. Qur'onni maqru desak, masalan, ism maf'ul ma'nosida desak, o'qilgan deblam bo'ldi qilmadik. Asli tildagi asli ma'nosi nima? Ti u yerga bordik. Ma'lumma maktub yozilgan bilan bo'ldi qilmaymiz. Katabaning asli lug'at ma'nosi nima desa, qaranglar. Wal kalimatu kataba, katiba degan so'z fi asli ma'nahu lug'awi, asli lug'at ma'nosida tadullu ala al-jam'a. Yani bunun cem'i manası var. Qaranglar mana Allah subhanahu wa ta'ala Qur'oni Karimni birda Qur'on deb atadi, birda kitob deb atadi. Qur'onning asli ma'nosini surishti qilib bo'lsaqmi, to'plash, cho'g'lash, yig'ish ma'nosi chiqdi. Kitobning asli ma'nosini surishti qilib bo'lsaqmi, o'xshash, to'plash, yig'ish chiqdi. Lug'atda kataba to'pladi, yig'di degan ma'noda. Masalan, katabal katibata desa to'pladi. Kataban na'la wal qurba desa to'pladi degan ma'nosi bor. Kataban na'la wal qirba degan gap, na'l degan oyoq degan gap. Wal qirba degan gap tulum degan gap. Oyoq bilan tulumni bir yerga yig'di degan gap. Ya'ni ikki yip bilan bir-birini bog'lab qo'ygan gap. Oyoqning bo'g'uchi va uni bilan tulumning bo'g'uchini bog'lab qo'ysa bir yerga yiqqan bo'ladi. Endi bu aloqa nima desa, وإذا أردنا معرفة العلاقة بين المعنى الأصلي أصلي معنى أولا والمعنى الألمي يعني اسم معنىسinin oturdaki alakası ne modesa kitap degan söz mastar bo'lish mumkin bo'lib yumkin an takuna mastaran mastar bo'lish mumkin bo'lib istu'mila bi ma'na ism al-maf'ul ism maf'ul ma'nosi bilan qo'llanilgan deydi. Yani bu vaqtdagi ma'na majmu' oladi. Yoki an takuna mastaran yoki nim bo'lib mastar bo'lib ism fa'il ma'nosida jami'. Qarang, oxirisida bir nuqtaga kelib qoldik. Ya'ni Qur'on degan vaqtimizda majmu' yoki jami' ma'nosida kelib qoldik. Kitob degan vaqtimizda majmu' yoki jami' ma'nosi degan kelib qoldik. Endi men bir gapimday. Men boyatdan qara'aning asli ma'nosi to'plash deb bo'lib nim bo'lib qara'aning ma'nosi to'plash bo'lib qoldi degan yerda o'qigan odam harfga yig'ib, choplab, ratlab, bir yerga yig'ib ondiga o'qiydi dedim-ya. Katabami aynı şekilde. Yozgan odam bir harfni bir harfga qo'shadi, bir harfni bir harfga qo'shadi. Demak, bu yerda bir jamaa ma'nosi bor. Undaga vaqtda eng oxirida xulosalaydi saboqdoshlar hozir. Qur'on desakmi, majmu' yoki jami' ma'no chiqdi. Kitob desakmi, majmu' yoki jami' ma'no chiqdi. O'xshash. Nim bo'lib jami' bo'ladi, nim bo'lib majmu' bo'lib biz bu yerda so'zlab bo'ldik ya. Va taridul alaqa nafsuha allati zakarnaha fi Qur'on. Qur'on degan ism haqida so'zlagan, zakarnaha biz so'zlagan aloqa aynı aloqa müşakilidir. Yani bu kitap meli Qur'on deyli, kitap deyli, sura oyatlarni o'z ichiga olg'uchi, mujassamlaguchi, balki ma'nolarni, haqiqatlarni, insoniyat talpinayotgan shishimlarni o'z ichiga olg'uchi bu vaqtda jami' ma'no bo'ladi. Meli uni biz Qur'ondan chiqargan jami' ma'no olsun yoki kitobdan chiqargan jami' ma'no olsun. Yoki bu kitob majmu'a, bu kitobda suralar, oyatlar to'plumi va o'sha ma'nolar va shishimlarning to'plumi deb. Demak, o'xshash gap yani. Mayli nega varayli, Qur'on degan ismga varayli, kitob degan ismga varayli, ma'no bir chiqib qoldi saboqdoshlar. Ma'noning bir chiqib qolganligi odamni biroz hayron qoldirdi. Kitob desakmi o'xshash, Qur'on desakmi o'xshash. Eng oxirida bo'lib jami' yoki majmu' ma'nosi chiqib qoldi. Endi Qur'on nimda Qur'on yoki kitob deb atiladi? Diqqat qildik nuqtalar, mana bir ikki nuqta bor. Biz ma'noni o'xshashtirdik ya. Qur'onni shu jamoadan chiqardik. Teg ma'nosi kitobni jamoadan chiqardik. Lekin o'tirdi bir qo'llanayotgan ma'no bor. Qaysi o'tirdiki qo'llanayotgan ma'no? Biz normalda qara'ani nim deb tarjima qilamiz, o'qidi. Katabani uchun yozdi. Asli ma'nosi o'xshash jamoa ekan.
ve hazır qo'llanayotgan ma'nosini o'xshash Qur'on. Qur'onmi Qur'on, kitobmi Qur'on. Aslidagi ma'nomi o'xshash ve hozirgi biz ketayotgan temadagi ma'nosimi o'xshash, o'rtadagi ma'no farqli. Qara'aning ma'nosi o'qidi, katabaning ma'nosi yozdi. Mushu ma'noni isimizdan chiqamagan vaqtimizda Qur'onmi mushu kitobning ismi, kitobmi mushu kitobning ismi bo'lgan bilan, lekin Qur'onda bir xil o'qish hukmi bor. Asl ma'nosi to'plash bo'lgan bilan. Kitobda bir xil yozish hukmi bor. Mushu nuqtadan akasak, Qur'on degan vaqtimizda Qur'onningki ig'zoki to'planish, ig'zoki yig'ilish, ig'zoki o'qilish masalasi nim bo'lsa, asos bo'lsa, kitob degan vaqtda yozmish shakli asos bo'lishi mumkin. Mushu nuqtalar ko'z tutilishi mumkin. Shunga da'vat etib yerda hunaka hikmatun fi itlaq hadal ma'naya hadaynil alamayn. Bu ikki xos ismni Qur'oni Karimga ishlatishda bunda bir hikmat bor. Allohning kalomiga ishlatishda. Zakaraha bu hikmatni Allama doktor Muhammad Abdullah Darraz tilg'ilib munaq degan. Madam bir gapni deb qo'yay sizlarga eslatib qo'y. Muhammad Abdullah Darraz shu ulumul Qur'on sohasi, tafsir sohasida o'z babida xili munfarid odamning birisi. İsimlardan chiqamanlama adamning ismini va bu odamningki An-Nabaul Azim de bir kitobi, balkim hozirgi mushu gapni mushu yerdan oldi. Ana shu aslan izohat qarasanglar aholiga An-Nabaul Azim deglik. Bu kitob ulumul Qur'on sohasidagi nihoyatda muhim donliq kitoblarning birisi. İsmini saqlanglar. Mushudan davatudu ru'ya fi tasmiyatihi. Ammo Qur'onni Qur'on deb atilishda nima ra'y qilingan, nima ko'z tutilgan, ru'ya degan gap ko'z tutilgan degan gap. Nima ko'z tutilgan desa, Qur'onning til bilan tilovat qilinishi ko'z tutilgan. Yani o'qish nuqtasi kama ru'ya fi tasmiyatihi kitaban. Yani shu Qur'onni kitob deb atashdimi, Qur'onning qalam bilan yozilgan bo'lishi ko'z tutilgan. Demak, Qur'on ikki xil alohidaligi demakchi. Birisi o'qiladi, yana birisi yoziladi. Fakilta tasmiyatdayn ikki xil atash bir narsani shu asosda tushadigan ma'no bilan atashning qatoridan. Qur'onni Qur'on deb atash o'qiladigan bo'lg'achqa, Qur'onni kitob deb atash yoziladigan bo'lg'achqa, ya'ni shu Qur'on o'qiladigan bo'lg'achqa va yoziladigan bo'lg'achqa Qur'on deb atalgan, kitob deb atalgan. Ya'ni va fi tasmiyatihi bi hadaynil ismayn. Qur'onni bu ikki xil atashda isharatun, shunda bir ishorat borki, anna min haqqihi, Qur'oni Karimning haqqi nima desa, Qur'oni Karimni ikki o'rinda saqlashga ko'ngil bo'lish, bir o'rinda emas. Ya'ni degan gap mening demoqchi o'g'lim shuki, annahu yajibu hifzuhu, Qur'onni sudurda saqlash vojib, yodlashlan demoqchi. Va suturda saqlash vojib billa jami'an. Qur'on ham qorilarimizning qalbida saqlanish kerak, hem yozilgan kitob beti saqlanish kerak. Ikkisining birisi yo'qolib qolib qolsa bo'lmaydi demoqchi. Fala thiqata lana bi hifzi hafiz. Bizning biroq qorimning hafiz degan yerda qorim yodlig'i degan gap. Hafizning yodlig'iga ishonchimiz bo'lmaydi. Hattoki u qorimning yodlashi icma sahabalar tarafdan icma kelgan resim, shu resim degan gap xat nusus degan gap. O'shuna uyg'un kelganga qadar bu resim bizga avlodma avlod tunji qatim yozilgan hay'at bo'yicha yo'tkalgan resim deydi. Mush resimga muvofiq kelganga qadar bir hofizninki yodlig'iga bizga ishoncha qilolmaymiz. Wala thiqata lana. Bir kotibning Qur'onni yozib qo'yganiga ishoncha qilolmaymiz. Hattoki mutawatir sahih isnodlar bilan hofizlarning qashidiki Qur'onga uyg'un kelgan qadar. Shunga bizning bu Qur'on alhamdulillah hozirga qadar 1000 yilga yaqin vaqtning ichida ikki yo'ldan saqlanib keldi. Birisi kitob beti keldi, yana birisi hofizlarning yodlashidan keldi. Qur'on bu darajada qana qilingan, ko'ngil bo'lingan Qur'onning alohidligi bu demakchi. Va bi hadhihi al-inayatil mazduja, ya'ni bu aralashma ko'ngil bo'lishdan, ikki qat demakchi, ikki qat ko'ngil bo'lishdan. Anda ko'ngil bo'lishki Alloh subhanahu va taolo u ko'ngil bo'lishni ummati Muhammadiyaning qalbida qo'zg'atgan, ba'athaha degan gap qo'zg'atgan mushu ko'ngil bilishlar Qur'on nihoyatda mustahkam bir doirada saqlanib keldi.
Bunun hammasi Allah subhanahu wa ta'alanınki va'disini o'rinlash uchun. Allazi anda va'diki Qur'onni saqlashga kepillik qildi. Dediki, inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun. Biz Qur'onni tushirdik va biz uni qana qilamiz, saqlaymiz degan mushu va'disi bo'lg'achqa, mushu degan bo'lg'achqa, mushuni bilan kepillik qilgan va'disini o'rinlash uchun ikki shaklda saqlanib keldi. Qanaqdir Qur'oni Karimga valam yusibhu Qur'oni Karimga ma asaba al-kutubus sabiqa ilgari kitoblarga yetgan o'zgartish, almashtirish, isnodining uzilib qolish qatorliq ishlar yetmadi. Bunda ahvollarga uchirmadi Qur'on. Chunki hayso berdi. Chunki Alloh subhanahu va taolo ilgari kitoblarni saqlashga kepil olmagan. Balki o kitoblarni kishilarning saqlashiga tashlagan, vakil qilgan. Deganki, va robbaniyuna val ahbar bimastuhfizu min kitabillah. Allohning kitobini saqlash talab qilingan deb bunda ifoda qilingan. Ammo Qur'on kelgan vaqtda Alloh o'zi saqlashga nim bo'lgan, kepil olgan. Endi bu haqdagi mazmunni tugidi. Qur'oni Karimningki 3 cho'ng ismini so'zlaydigan bo'lgan. Birisi Qur'onni tugatdik, ikkinchisi kitob, buni tugatdik, uchinchisi Furqon. Bu vaqtda jiq ortiq deydigan gapmi yo'q, savoqdoshlar. Nayt qisqalam davatul abtur ammal Furqon. Furqonga kelsak, bu Qur'oni Karimning ismi. Ham bu Qur'oni Karimga ishlatilgan masdar bo'lib, alam bo'lgan. Adha degan gap asbaha ma'nosida. Buni mush ikki xil tushunsanlar bo'ladi. Bayatni deb bo'g'ish abturmaydi, bak ko'p so'zlamadi. Furqonni lug'at ma'nosi bo'yicha tushunsanlar, ism fa'il ma'nosi bo'yicha fariq, ism maf'ul ma'nosi bo'yicha mafruq bo'ladi. Sal turib so'zlaymiz buni. Vaqat استعمل بهذا المعنى الألمي يعني مشو ألم مانسولا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا دب قرآن الله سبحانه وتعالى فرقان دegen isim bilen işletti. Endi bu mastar isim fail manisiyle kullanılsa o vaktinin buludu desanglar yani kalam farq beynel haq vel batıl ayrıgıcı kalam degen buludu. Farq ayrıgıcı degen ma'no ya. Yoki isim maf'ul manisiyle kullanılsa o vakti kelam mefruk ba'duhu en ba'dın yani birisinden ayrılgan ayrım söz degen buludu. Mesela düşüşte ayrım sürülerde ayrım yani ayetlerde ayrım düşen insanlar buludu. Qanday olsa buluyordu. Mesela muhim nokta Qur'oni Karimning asosiy isimlari necha 3 biz o'qiganimiz. Undan boshqa isimlari bor, lekin mohiyat qarasa ko'pincha vaqtda ism deb tilga olingan so'zlarning hammasi degudek sifat chiqib qoladi. Qur'oni Karimda Qur'onning o'zida Qur'onni bir necha xil sifatlab keladi ya. Ba'zi kitobim mubin, Karim masalan va boshqa degandek Majid degan shaklda, ba'zi kitobim Majid, kitobim Karim masalan degan shaklda sifatlab keladi. Bularning ko'pincha sifat ism emas, ammo ism degan bo'lgandan hozircha biz shuni o'qib o'tdik. Birisi Al-Qur'on, yana birisi Al-Kitob, yana birisi Al-Furqon. Mushu kallanglarda bo'lsin Qur'onning ismlari haqida. Şunun bilan ikkinchi fasli oxirlashdi va bizning bugun o'qiydigan darsimiz vaqt munosib bilan oxirlashdi. Darsimizni musha to'xtatdi. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.